5 gektarlik fermani ichiga kirdik. Qabristonni ko'rganga o'xshayman. Astag'firulloh, men traktorlar qani, birida balon bor, birida balon yo'q. Egalarim bilan suhbatdan o'tsam, Odiljon jonimga tegdi. Quyoshda chirib ketyapti. Birini balon o'zidan bo'shab qoladi, birini portlab ketadi deydilar. Bizda uni oldini olish maqsadida andijonlik ustakamizlarni tavsiya berdik. Men qarang, 1 yil oldin qurilgan tom. Hozir bu to'g'risida o'tkazvormen, eshiting. Aka, buni eni necha metr? Aka, eni 20 metr buni. Eni 20? Eni 20. Uzunligichi? Uzunligi 60 metr. Qarang, biza eniga javob bering, uzunligiga biza javob beraylik. Masalan, 300 metr bo'lsa, javob berasiz. Uzunligini farqi yo'q aka. Farqi yo'q, cheksiz. Eni muhim bizga aka. Eni 25 metrgacha qilib beraveramiz. 30 metrgacha jicha boshqacha firma qilamiz aka. Qarang, ko'pchilik bu videoni ko'radi-da, nech pul ketibdi, mablag' kvadrat qancha bo'libdi ekan deb so'rashadi. Aka, bu joyimizni kvadratini 230 mingdan qilib berganmiz. 230 mingdan. Hamma narsa o'zingizdan. Hamma mahsulot o'zimizdan, uy egasi faqat tunikasini olgan xolos. Qolgan hamma mahsulotni o'zimizdan olib kelgan. Kalteni profildan bo'lgan aka. Mana do'stlar, 97lik kod bilan 963 8800 raqamiga aloqa chiqing. Ham garaj aka bu, ham somonxona bo'lgan. Mana